Agar kompyuterda Kreda dasturi o'rnatilmagan bo'lsa, o'rnatib olish kerak bo'ladi. Buning uchun dastur turgan papkaga kirasiz. Dastur topib, bu yerda o'rnatish dasturlarini setup. Shuni ustiga mishkani chap tugmasini 2 marta bosasiz. Hamda dastur o'rnatishni boshlaydi. Quyidagi oyna paydo bo'ladi. Bunda demak keyingi bosqichga o'tish kerak. Hamda delete tugmasini bosasiz. Ya'ni keyingi bosqichga o'tish. Yana keyingi bosqich. Mana bu joyda sizdan so'raydi, shartli litsenziyani qabul qilasanmi dedi. Qabul qilmayman desak, dastur o'rnatilmaydi. Ha, qabul qilaman deb bossangizgina dastur o'rnatiladi. Ya'ni bu "Я применяю условия лицензионного соглашения". Buni bossangiz, keyingi bosqichga o'tish mumkin. Tanladik va keyingi bosqichga o'tadi. Endi bu yerda dasturni o'rnatadigan joy. Bunga tegmaysiz, o'zi avtomatik ravishda lokalniy diskka o'rnatadi. Bu yerda to'liq dastur hamda dokumentsiyalari bilan o'rnatadi. Hamda endi bosasiz, o'rnatmoq buyrug'ini bosasiz, ustanaving. Mana bu yerda har bitta gravyurani o'rnatdi. Demak, dastur o'rnatib bo'lindi. Tayyor. Готов tugmasini bosamiz. Lekin bu holatda dasturga kirmaydi, chunki dastur litsenziyali emas. Shuning uchun Crack'ni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Crack mana arxiv holatda bo'ladi. Agar arxiv holatdan chiqarib qo'yasiz, bizda chiqqan holatda ustiga kirib, ben degan papkasi bor, bunga kiramiz. Hamma faylni belgilab, kopiya nusxa olamiz. Nusxa oldik. Hamda dastur o'rnatilgan papkaga kirib, o'sha yerga rustavit, ya'ni qo'yib qo'yamiz. Buning uchun C-diskga kiramiz. Demak, program fayli 86 ga o'rnatildi, ya'ni 32 razryadli bo'lgani uchun. Mana Kreda papkaga kiramiz. Kreda degan papkaga kiramiz, ya'ni ben degan papkaga kirib, shu yerga rustavit qilamiz. Demak, bu fayllar bor, lekin biz uni qaytadan ustiga yozamiz. Shuning uchun заменить файли bu papku назначение buyrug'ini bosamiz. Mana dastur o'rnatildi. Endi tekshirib ko'ramiz. Dasturga kiramiz. Demak, mana dasturga kirib ishlash uchun tayyor.